Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan Telegramda sarmoyasiz to'n ishlab boramiz do'stlar. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Hozir sizlarga sarmoyasiz pul ishlashni ko'rsataman do'stlar. Mana shu bot havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Kirib olib sarmoyasiz ishlasangiz bo'ladi. Kirgan paytimiz bizda mana bunday misol uchun 100 ta tanga beradi. Bu 100 ta tanga bizga misol uchun kerak bo'ladi. Bu 100 ta tanga nima qilamiz do'stlar? 100 ta tangani misol uchun hozir sizlarga hammasini ko'rsataman. Misol uchun bu beriladi. Berilgandan so'ng bizga mana bunday misol uchun turli xil shaharlar sotib olib, ya'ni menda hozir mana bitta shahar bor. Bu misol uchun menga misol uchun hozir soatlik yoki kunlik mana shuncha ton olib keladi ekan. Bizning hisobimiz ikkita bo'ladi. Mana bu asosiy hisob hamda mana bu ton hisob. Bu ton hisobdan misol uchun pullarimizni bemalol chiqarib olsak bo'ladi. Qarang, hozir men kuniga misol uchun sarmoyasilarda 0,01 ton ishlab boraman ekan. Ya'ni bir kunlik. Do'stlar, endi bu bizning misol uchun hisobimizdagi mana bu yig'ilgan, ya'ni yulduzchalarda mana bunday mana bu juda uylar bor. Hozir ko'rsataman. Ya'ni bir boshdan ko'rsataman sizlarga. Misol uchun mana bu shaharlar, ya'ni mana shu shahar sotib oladigan bo'lsangiz, mana 200 tanga, 150 tangalik bor. Shu shaharni sotib oladigan bo'lsangiz, bizda misol uchun ko'proq ton ishlash imkoniyati bo'ladi. Keling, hozir mana sizlarga bittasini sotib olaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Men sotib oldim. Endi bizda hozir daromadimiz ham mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Daromadimiz oshadi. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun kirib olib ko'proq shaharlar sotib olasiz. Endi keyingi bo'limga o'tamiz. Bu bo'limda misol uchun bizda referalniy linkimiz orqali do'stlarimizni ham taklif qilib olsak bo'ladi ekan. Keyin do'stlar, mana bu joyda misol uchun turli xil ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, mana turli xil tangalar beriladi. Bularni ham misol uchun ko'rib olib bemalol bajarib olsangiz bo'ladi. Mana bu asosiy hisob. Bu asosiy hisobda misol uchun biz mana bu joyda o'zimizda ton hamyonimizni qo'shib qo'yib, misol uchun bemalol pulimizni yechib olsak bo'ladi. Xuddi shunaqa tartib misol uchun kiritib yechib olasizlar. Keyin do'stlar qarang, yana boshqa bo'limlar ham bor. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu bo'lim bor. Shu bo'limga ham kirib olib tanishib chiqasiz. Mana bu bo'limda ma'lumot noma'lar bo'lim bor. Hamda mana bu joyda esa misol uchun topda misol uchun turgan odamlar haqida ma'lumot bor. Hozirda misol uchun qarang, mana bu birinchi odamda shuncha bu referalniy bo'lim ekan, asosiy bo'lim. Shuncha misol uchun do'stni taklif qilgan. Sizlar ham bunga ham kirib olib, misol uchun sarmoya sarza qo'shimcha bonus ishlasa bo'ladi. Bu endi youtuberlarga tegishli. Ya'ni do'stlar, xuddi shunaqa tartibda ishlab boramiz. Misol uchun kirib olib bir marta faollashtirib qo'yib, sarmoya sarza ton ishlasak bo'ladi. Yig'ilgan tonlarimizni bemalol misol uchun pullarimizni chiqarib olsak ham bo'ladi ekan. Sarmoyasi bo'lmaga ham kirib olib, mana vazifalarni bajarasizlar. Vazifalar misol uchun kunlik chiqarib boradi. Bularni ham mana do'stlar, vazifalar soni juda ham ko'p ekan. Bularni misol uchun hammasini bajarib chiqib, mana bu joydagi misol uchun shaharlarni sotib olib, kunlik daromadingizni oshirib borsangiz bo'ladi ekan. Do'stlar, hammaga omad. Videoga like hamda kommentar yozib, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Barchaga omad. Bosamiz.